Va nihoyat do'stlar, bugun mundial start oladi va nihoyat ko'zlarimiz to'rt bo'lib kutgan jahon chempionati onlari yetib keldi. Shu tariqa buyuk mundial yo'liga karvonlar tish tirnog'igacha qurollangan holda yo'lga chiqishmoqda. Xususan, Diogo Jotaning hurmati uchun, Cristiano Ronaldoning oxirgi mundial uchun, millat uchun chempion bo'lish shart bo'lgan Portugaliya, tarkibancha yoshargan, yulduzlashgan, balanslashgan Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi, o'zining tojsiz qiroliga o'sha tojni kiydirish uchun Ancelotti boshchiligida yo'lga chiqqan Braziliya terma jamoasi, sovrinsizlik hech qachon yarashmaydi 12 yil pauza qilgan va mundialda endi so'zini aytish vaqti kelgan Germaniya terma jamoasi, tarkibining har nuqtasida yulduzlar bo'lgan jahon chempionati finaliga chiqishni odat tusiga aylantirayotgan Fransiya terma jamoasi, jahon chempionatini yutishdan ko'ra uni himoya qilish qiyinroq degan gap-so'zlarga nuqta qo'yish uchun mundialga tashrif buyurayotgan Lionel Messi boshchiligidagi Gvardiya Argentina terma jamoasi, turnirga har safar asosiy favoritlar sifatida tashrif buyurib, o'zining super tarkibi bilan doimo bosh egik holatda mundialni tark etadigan va biroq bu safar o'sha qora ananasiga nuqta qo'yish uchun AQShga